Bazalarda hazır ne xil qaq suyu var. Pekinlar bir sana pekinlar. Burun en deslep çıkan elik temlik emimiz yakkan elik cini qaysi aşkın markası nimeti un tutun qiptime. Hazır talla bazır kirip qaq suyu setip alsa 5 qitim setip alsam ben 5 xil qaq suyunu setip alman şu o'xshamaydi. Shunchalik do'ramchi axloqsiz bo'lib ketdikmi? Endi men limon ichimligi chiqibdi-ku, bu bir bozor deb qilibdi-ku, hozir butunlay hozir limon ichimligi bilan turishib ketibdi. Her xil limon ichimligiga qarsak hammasının şu qutisi, rengi, hatta ta'miga yaqinlashtirib ismidan tatib shu darajada doğru betibdi. Ne chiqilib aka. Ha bir şeylik ochiq latya setib pul tepdi-ku, shuning nasir bir xo'lib qilibdi-ku. Endi yoshaylik dangliq korxonchilarimiz, cho'lponlarimiz, vanqlarimiz hammasi latya o'chib ketdi. Hammasi o'xshash narsani yeni bozorga sepib ketdi. Bir-birsinikini doğrab yasavadinglar. Ya izzamu tatmadinglar, xijilmu, bommadinglar, numusmu, qilmadinglar. Oxirida berib yüzümüzmü veyran bulimiz. Dastlab bir talay japada chiqarganligini tang veyran qilamiz. Shundaymi? Shuning uchun bizda bir 5 yildan oshgan munsin ma'lum mahsulot markasidan nechisi va sanab biqinglar. Ikki qo'linglar emas, bir qo'lingdagi barmoqlar yetib eshib qoldi va undaqda nim uchun bozor mashinada qo'yib ketdi deganda birinchi ash qarniyatlik do'ramchilik. Shundaymi? Pul topib ko'l qizdirib, men o'xshash narsalarni to'g'rab yasab, tang ashning topgan pulning yerini men topay degan gap. Endi buningda yana birisi eng dastlab shu chiqarganlar o'zining marka huquqi, elqi mayli fotolkisi, mayli rengi bu deganning patent huquqi u bu deganlarga az ahamiyat vergan. Endi bu yerdagi markalish, marka bejirish, nayt azanish 500 qo'yga bir dona markani iltimos qilg'ili bo'ldi. Lekin shu markaga chiroyli xalqning og'ziga kelgidek ismni tepish, ma'lum bir chiroyli logoni tepish, u baktastish, u baktastish. Uning necha ming qo'y, necha 10 ming qo'ylar ketishi mumkin. Endi yana diqqat qilib baqtinglarki, masalan, davlatimizga eng dongliq, masalan, dunyoviy dongliq cho'ng markalarni doğrab yasaydiganlar, shularning qismiga o'xshatib qildiganlar bir qadar oz. Ularmi bor, lekin bir qadar oz. Nimishqa? Chunki ular o'zining markasini ko'z qarchug'ini asirgandek asraydi. Nayt qo'g'daydi. Masalan, Xiaomi markasi qarsanglar, masalan, marka bejarganlar kerak bo'ladi. Xiaomining o'zining evagan 200 xil markasi bor. Ya'ni Xiaomi, Dami, Zhongmi, Lammi, Alay, Balay. Shuning o'xshash yaqin kelgan ismlarning hammasini shular o'zi pul qashlab evagan. Nimishqa? Açtıq 100 qilin dap yüzlər bizim doğru olmamısın deb. Uning keyin Alibaba qarsanglarmi Alibaba, Alimama, Aliyeyi, Ali Naynay. Şu to'g'risiga yaqin keldigan haq doğrab selish ehtimoli bor ismlarning hammasini bular evagan. Nimishqa? Yüzüning markasini qo'g'dash uchun. Marka bir korxonaning jeni. Shuning uchun markani biz ko'z qarchug'imizni asirgandek asirishimiz kerak. Qo'g'dishimiz kerak. U marka yolg'iz shu bir shirkatning emas, hammamizning markasi. Shu marka bo'lsa ishkiri o'lkalarga, bo'lsa dunyoga yuzlansa bizga mu foydasi bo'ladi shuning. Endi bu markalarni shu savdogarlarimizning o'zining qo'g'dayanmasi sabab birsi mush ishlarga tozibek e'tiborsiz qarab qolgan. Ikkinchi birsi bularning ba'zilarimi shu mahsulotni boshqalardan doğrab akirganchu. Masalan, O'rta Osiyodagi dangliq bo'layotgan ichimliklar, shu yerdagi dangliq bo'lib qolganlarni doğrab akirgan. Shuning bilan qaymg'ishgan mushukning o'zi to'van bo'lib, aldidan men boshqa qilganman bo'lib qolg'ashqa, qolgan doğramchining doğrishiga yo'l qo'yinib qolganligi deyman. Shuning uchun bizdan 5 yildan ortiq surayotgan markalar oz deganda, chunki bizda korxonchilar oz. O ma'lum bir markani olib, ma'lum bir ishxona shirkat qilib, bu quvonganli korxonchi bo'lmaydi. Ularning hammasi savdoga qarab baqsanglar, hammasi doğrab azon elib qimmat setish maqsad. Korxonchi bilan savdogarning o'rtasida cho'ng farq bor. Shuning uchun nomda qurilgan korxonalar nayt ko'p, intayin tiz o'tirib chiqib ko'klaydi, nayt tiz dumchib vayron bo'lyapti. Shundaymi emasmi? Sizlar qanday qaraysizlar? Bir piyonchiga fikr qilib qo'yinglar, tang o'rtoqlashinglar.